5 ta narsani esda tutinglar. Birinchisi, banda faqat o'zini Robbisidangina umid qilsin. Faqat Allohdan umid qilsin. Otasidan emas, qulpinoy pishig'i, badrin pishig'i, dehqonlarning qo'liga pul tushishidan emas, faqat Allohdan umid qilsin. Ikkinchisi, faqat gunohlardan qo'rqinglar. Boshqa narsadan qo'rqmanglar. Uchinchisi, bilmagan kishi ta'lim olgani uyalmasin. To'rtinchisi, olim bilmagan narsasi haqida so'ralsa, vallohu alam deyishlikdan hayo qilmasin. Chunki yarim ilm bo'ladi bu. Beshinchisi, jasad uchun bosh qanchalar muhim bo'lsa, jasad uchun bosh qanchalar muhim bo'lsa, iymon uchun sabr ham shunchalar muhim. Bosh yo'q bo'lsa jasad yashamagandek, sabr yo'q bo'lsa iymon ham bor. 5